Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 4-may 2025-yil. Navbatdagi Zonlo motorolimiz mana tog'amizga Chinovodga sotildi. Narxlar asosida 200 motorli Samasvar. Tog'a, yaxshi kunlarga nasib. Rahmat. Sizlarga ham ishlaringizga omad. Sog' salomat yuringlar. Bu motorolimiz torpedalar bilan jihozlangan. Torpedadan ko'rsating. Yuk xonasi 1.30 ga, 1.40 ga 220 lik, 2,5 tonnalik bu. Samasvar 10 taradigan damas diska balonlarda motor o'taylarni ko'rsatib qo'ying. Motor o'tayda tiyagalarigacha bor. Motor o'tayda tiyaga, so'l, amortizator, prujina, zadniy moslari kattadan. Yuk xonasi 1.40 ga 220 lik. 10 taradigan Samasvar. Kimga shunaqa motorlarni kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Bu motorolimizni narxi 39 million so'm. Narx pul asosida 38 million so'm qilib berdik. Undan tashqari bizda 26 million so'mdan boshlab 39 million so'mgacha bo'lgan motorollar bor. Samasvarlarimiz mana bunaqalari ham bor. Bularning narxi 35 million so'm. Torpedasizlari bor. Hamma motoroldan bor. Kimga qanaqa motorol kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Bizda yetkazib berish xizmatlari ham bor. Bular o'zlari Chinovodga haydab ketadi tog'am mana. O'g'lab berdi mana tog'aga. Nasib qilsa hammaga. Bitta like bosib yuborasizlar endi shu yerga.